Mukoshafatul qullub, namozni tavoze va xushu bilan ado etish davomi. Namoz borasida aytilgan boshqa hadis esa bundaydir: kishiga to'la to'kis 2 rakat namoz o'qigan chog'ida berilgan savobidan xayrliroq hech nima berilmaydi. Hazrat Umar roziyallohu anhu namoz o'qishni niyat qilgan chog'ida titrab tishlari taqillardi. U zotdan sababi so'ralganida omonatni ado etish va farzni o'rniga qo'yish payti keldi. Ammo men buni qanday ado etishimni bilmayman, derdi u. Bir kuni Xallof ibn Ayyub namoz o'qiyotganida uni ari chaqib oldi. Buning og'rig'ini his ham etmadi. Buni ko'rib turgan Ibn Said namozdan keyin unga: seni ari chaqib oldi-ku, xabaring bo'lmadimi? deganida Ibn Ayyub bunday javob qildi: uning o'yla, bir odam Allohning huzurida o'lim farishtasi boshi ustida jahannam so'lda va Sirot ko'prigi oyoqlari ostida bo'lsa, u ari chaqishi kabi arzimagan narsalarning his qilish mumkinmi? Amir ibn Zarning qo'liga yara chiqqanda tabiblar qo'li kesilishi kerakligini aytishdi. U rozi bo'ldi. Tabiblar: seni chiviq bilan bog'lab qo'yib keyin kesamiz, deyishganida Amir ibn Zar: bunga hojat yo'q, men namoz o'qiyotganimda bemalol kesaveringiz mumkin, dedi. Amir ibn Zar namozga turganda qo'lini kesishdi, ammo u buni sezmadi ham. Mukoshafatul qullub, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish. Alloh taolo marhamat qiladi. Odamlarga chiqarilgan ma'lum bo'lgan ummatning eng yaxshisi bo'ldingiz. Ey musulmonlar, zero siz amri ma'ruf nahiy munkar qilasiz va Allohga iymon keltirasiz. Agar ahli kitoblar ham iymon keltirganlarida edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lur edi. Ular orasida Muhammadga iymon keltirgan mo'minlar ham bor, ko'pchiligi esa fosiqdir. Oli Imron 110. Qalbidirki, bu oyat fazilat bobida Muhammad alayhissalom ummatning boshqa ummatlarga qiyosan egallangan erning bayon etadi. Oyatda bu ummatning hech shak shubhasiz boshqa ummatlardan xayrliroq ekanini bildiruvchi dalil bor. Yana bu xayrlik boshqa ummatlarga solishtirilganda ilk musulmonlar bilan oxirgi zamon musulmonlar orasida ham shunga o'xshashdir. Sahoba fazilatdan boshqa musulmonlardan ustun bo'lsa-da, xayrlilik bobida ular bilan tengdir. Zero siz amri ma'ruf nahiy munkar qilasiz va Allohga iymon keltirasiz jumlalari Muhammad alayhissalom ummatlarning ustunlik sabablarini ko'rsatadi. Shunday ekan, ular faqat o'sha sifatlarga egalik chog'laridagina xayrli bo'la oladilar. Bu xususiyatlarni yo'qotsalar, ularda bu safar ham ketadi. Shu sababli biz bu oyatni o'qigandan bunday xulosaga kelishimiz mumkin: Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatini insoniyat uchun insonlarning eng xayrlisi qildi.
Endi ular hammani yaxshilikka undashi, yomonlikdan qaytarishi kerak. Allohning adolati hukmron bo'lishi uchun ular iymonsizlar bilan kurash olib boradilar. Shu bois payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: odamlarning eng xayrlisi insonlarga foydali bo'lganidir. Odamlarning eng yomoni insonlarga zarari bo'lganidir. Allohga iymon keltirasiz degani Allohning yagonaligini tasdiqlab bunda sobit bo'lasiz. Muhammadning Alloh rasuli ekanini iqroringizda sobit turasiz degandir. Muhammad Allohning rasuli ekanini tasdiq etmagan odam Allohga iymon keltirgan hisoblanmaydi. Chunki u zotni tasdiq etmaslik u keltirgan mo'jizalar Alloh tomonidan bo'lmaganini va u zotning o'zi to'qiganini da'vo qilishi demakdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilarki, qaysi biringiz Alloh rizosiga to'g'ri kelmaydigan biron amalni ko'rsangiz, uni qo'lingiz bilan qaytaring. Agar bu unga ta'sir qilmasa, tilingiz ila yo'lga soling. Kimda-kim tili bilan ham, qo'li bilan ham biron ish qilolmasa, loaqal bir harakatini ma'qullamaslikning ko'nglidan o'tkazsin. Iymonlarning eng zaif amali shudir. Ushbu hodis yuzasida ba'zi olimlarimiz bunday deyishadi: yomonlikka qo'l tahdidi bilan mone bo'lmoq, amaldorlarga til ila monelik qilmoq, ya'ni u amalning yomonligini til bilan tushuntirmoq, olimlarga qalban ma'qullamaganini ko'ngildan o'tkazmoq esa avom tabaqasiga oiddir. Ba'zi olimlarimiz bu borada bunday deydilar: kim bo'lishidan qat'iy nazar bir yomonlikning oldini olishga qo'ldan kelganicha harakat qilish har bir insonning vojib. Shuning uchun Alloh taolo marhamat qiladilar: ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz, gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh azobi qattiq zotdir. Maida 2. Yaxshilikni tashviq etmoq, xayrli ishlar qilishni osonlashtirmoq va imkon darajasida yomonlik va dushmanlik yo'llarini bekitmoq. Ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz jumlasida mujassam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday buyuradilar: kimki bid'at yo'lida odamlarning bid'atiga monelik qilsa, Alloh uning qalbini o'z himoyasiga olib iymon bilan to'ldiradi. Kimki bid'at egasiga qarshi chiqsa, Alloh uni qiyomat kuni qo'rquvidan xalos qiladi. Kimki biron kishini yaxshilik sari yo'lga solsa, yomonlikdan qaytarsa, u yer yuzida Allohning kitobini va Rasulining xalifasidir. Huzayfadan roziyallohu anhu bunday naql bor: shunday zamon keladiki, bir toifa insonlarning fikricha atrofda yaxshilikka undab yomonlikdan qaytaruvchi odam kelmaydi. Muso alayhissalom so'raydi: ey Robbim, mo'min birodarini yo'ldan qaytarib, unga yaxshilik qilishni va yomonlikdan qochishni tavsiya etgan odamning mukofoti nimadir? Alloh deydi: unga butun kalimalarim bilan 1 yillik ibodat savobi yozaman va unga azob berishdan uyalaman.
qudsiy hadisda Alloh taolo bunday deydi: ey odamzod, tavbaga kechikkan, hoyu havasga o'rnashilgan va oxiratga amalsiz quruq kelganlardan bo'lma. Obidlarning aytganini aytib yuruvchi, lekin amalda munofiqlar ishini qilib yuruvchilardan bo'lmaki, ular Allohning haloldan berganiga qanoat qilmaydilar va harom narsalarga yaqinlashishdan toymaydilar. Solihlarni yaxshi ko'raman deb ularning xulqiga ega bo'lmaganlardan va munofiqlarni yomon ko'raman deb ular bilan birga yuradiganlardan bo'lma. Birovni yaxshilikka undab, o'zi yaxshilik qilmaydigan yomon ishlardan qaytar. O'zi yomonlik qilishdan qaytmaydigan toifada ham bo'lma. Hazrat Alidan karamallohu vajhahu naql etiladi: Rasulullohdan alayhissalom eshitganman, aytdilarki, oxir zamonda isqir tishli, aqlsiz shunday bir guruh odamlar yuzaga chiqadiki, ular yaxshilikdan gap sotadilar-u, lekin aytganlari qalblariga kirmaydi. O'q nishonga tegmay xato ketgani kabi ta'sirsiz qolaveradi va odamlar dindan chiqib ketadilar. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday marhamat qiladilar: Me'roj kechasi bir toifa odamlarni ko'rdim. Olovdan bo'lgan qaychilar ularning dudoqlarini kesar edi. Bular kimlar, ey Jabroil, deb so'radim. Dediki, bular sening ummatingdan boshqalarga yaxshilik qilishni o'rgatganlar holda o'zlarini unutgan xotiblardir. Alloh taolo bu haqda bunday marhamat qiladi: Kitob Tavrat va Injilni o'qib turib, odamlarni yaxshilikka buyurasizu o'zingizni unutasizmi? Aqlni ishlatmaysizmi? Baqara 44. Qancha insonlar Allohning kitobini o'qiydilar, nima talab qilinayotganini tushunadilar, buni o'rganadilar, faqat amal qilmaydilar. Masalan, muhtoj va bechoralarga yordam berish kerakligini aytadilar, lekin o'zlari bunga moyil ko'rsatmaydilar. Yaxshilikka yo'llay bilish va yomonlikdan qaytarish yaxshi, lekin ayni zamonda bu gapni aytgan odamning o'zi ham fe'lan shu asosda ish ko'ruvchi bo'lishi har bir mo'minga vojibdir. Alloh taolo aytadi: Mo'minlar va mo'minlar bir-birlariga do'stdirlar. Odamlarni yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar, namozlarini barkamol ado etadilar, zakot beradilar hamda Alloh va uning rasuliga itoat etadilar. Aynan o'shalar Alloh marhamat ko'rsatuvchidir. Albatta, Alloh qudratli va hikmatlidir. Tavba 71. Alloh yaxshilikka buyuradilar, jumlasiz bilan mo'minlarni maqtamoqda. Demak, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishga harakat qilmaganlar bu oyatda madh etilgan shu
Bu oyatda madh etilgan mo'minlar toifasida hisoblanmaydilar. Shu bois Alloh yaxshilik qilishni buyurib, yomonlikdan qaytarish uchun harakat qilmaganlarni ayblaydi.